Bay. Mana bu uzumni qarang jigar. Bu uzumlarni 2024-yil ekkanman. Hozir уже mana ko'rib turibsizlar, hammasi chiroyli bo'lib o'sib ketgan juda ham. O'shanda 4 tup uzum ekkanman. U yerda rizamat, oq kelin barmoq va manikür finger avatar uzumi bo'lgan. Afsuski avatar uzumi o'tgan yili qurib qoldi. O'tgan yili bu uzumlar meva bermagan, bu yildan mevaga kirdi va shoxlari juda ham o'sib ketdi. Shu sababli menda kreditga olingan svarka apparat bor-ku deb ishga kirishib ketdim. Xullas, so'rini taxminan joyini chamalab olib, ip tortdim. Ip tortgandan keyin o'sha ipni chizig'i bo'yicha 3 ta dona oralig'ini 2-2,5 metr atrofida qilib chuqurcha qazib oldim va shu chuqurchaga tayanch, ya'ni o'sha so'rini turbalarini betonlab joylashtiramiz. Chuqurcha ham tayyor. Endi navbat temir turbalarni tayyorlaymiz. Ularning pastiga armaturadan 25 sm qilib gorizontal bel berib svarkalaymiz. Svarka apparatda birinchi qilgan narsalarimdan biri mana shu bo'lib, elektrod solish uchun juda ham qulay. Yoqqan bo'lsa, yurakchan qizartirib qo'yamiz. Ustunlarni tayyor qilib bo'lgandan keyin ularni joyiga o'rnatishni boshlaymiz. Buning uchun bir qop sement va klinis olib turib, beton rastvorini tayyorlab oldim va ustunlarni mana shunaqa joyiga o'rnatdim. Afsuski, umzada qorong'i tushib ketgani sababli jarayon to'liq videoga olish imkoniyati bo'lmadi. Xullas, hammasini qilib bo'lgandan keyin uzumlarni xomtok qilib boylab chiqdim. Uzumlarning maksimal keraksiz shoxlarini olib, mevasiga kuchini beradigan qilib, xomtok qilib bu bilan uzumlarning tagini yumshatib, chiroyli qilib qo'ydim demoqchiman. Marhamat, natijani ko'ring.